Bugun sizlar bilan YouTube orqali diydor ko'rishyapmiz. Vum kompaniyasi qanday texnikalar ishlab chiqarishi bo'yicha bugun har qanday ma'lumotlaringizni olasiz. Bugungi Vum kompaniyamizda ishlab chiqarilayotgan texnikalarning sanog'i juda ham ko'p, turi ham juda ham ko'p. Bu sizga mos va sizni talabingizdan kelib chiqqan holatda sizga mos texnikalar ishlab chiqarishga harakat qilyapti Vum kompaniyasi. Nima uchun? Bizdagi texnikalar shassiy holatda va istalgan bortdagi holatlarda ham sotuvda, prodajada mavjud. Ya'ni bortovoy deysizmi, tentovka deysizmi, selemetalika va spes texnikalar, maxsus texnikalarimiz ham siz uchun tayyor holatda. Marhamat, bu yonlarda ko'rishingiz mumkin. Vodovoz, benzavoz va yoki shunga o'xshash jamiki yo'l obodonligiga moslashtirilgan musorovoz texnikalarimiz ham albatta mavjud va shassiy holatda juda ko'pchilik talablarga binoan ustiga istalgan bortlarini, har xil turdagi o'zini spes mahsulotlarini o'rnatmoqchi bo'lgan mijozlarimiz uchun ham shassiy holatida sotiladi. Va albatta CNG, gaz yoqilg'isida yurmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun ham gazda ham yuradigan texnikalarimiz mavjud. E'tibor berib qo'ying, bu shassiy holatida ham va ustiga bort, istalgan bort o'rnatilgan holatda ham texnikalarimiz sotuvda tayyor. Va shu o'rinda samasvallarimiz ham tor va keng ko'chalarga kirishga moslashtirilgan va katta kichik samasvallarimiz ham albatta sizni kutmoqda. Bu bo'yicha to'liqroq ma'lumotni mana shu raqamlarga murojaat qilib olishingiz mumkin. Ya'ni narxi, gurza podyomnosti va uni gabarit razmerlari bo'yicha mana shu raqamlarni olishingiz mumkin. Umumiy xulosa, siz uchun qanday texnika mosligini tanlashimiz kerak. Ya'ni siz nima yuk tashiysiz yoki qanaqa xizmat qilasiz, shunga qarab turib texnikalarni tanlashingiz mumkin. Misol uchun benzin yoqilg'isi bilan shug'ullansangiz, mana benzavoz va obodonligi bo'yicha yo'l qurilishi yokida tozalikka moslashtirilgan texnikalarimiz ham sizni albatta kutyapti. Bu bo'yicha qarang, qanaqa suv sochqichlari, yo'l tozalag'ichlari ham albatta mavjud. Biz bilan qoling, mana shu YouTube kanalimizni ham Xudo xohlasa davom etkizdiramiz va to'liq ma'lumotlarni mana shu kanaldan, videolardan olishligingiz mumkin.